UzAuto Insights kanaliga obuna bo'ling, chunki bugun biz sizlarga 2026 Chevrolet Cobalt haqida to'liq sharh, texnik xususiyatlari va imkoniyatlarni taqdim etamiz. Chevrolet Cobalt har doim hamyonbopligi va ishonchliligi bilan tanilgan bo'lib, 2026 yilda u yanada zamonaviy dizayn, qulaylik va texnologiyalar bilan yangilandi. Bu avtomobil nafaqat yonilg'i tejamkorligi bilan, balki qulayligi va xavfsizligi bilan ham e'tibor qaratadi. Tashqi ko'rinishiga e'tibor bersak, 2026 Chevrolet Cobalt ixcham, ammo zamonaviy dizayn bilan jihozlangan. Old qismida keng radiator panjarasi, xrom bezaklari va LED faralari mavjud bo'lib, ular nafaqat chiroyli, balki yuqori yoritish imkoniyatiga ega. Yon tomondagi silliq chiziqlar va aerodinamik shakllar mashinaga nafislik beradi. 17 dyumli yengil qotishmali disklar va 2 rangli kuzov variantlari xaridorlarga ko'proq tanlov imkonini taqdim etadi. Orqa qismida LED chiroqlar va kichik spoiler unga sportiv ko'rinish bagishlaydi. Kapoti ostida esa 1.5 litrli 4 silindrli dvigatel joylashgan bo'lib, taxminan 150 ot kuchi ishlab chiqaradi. Bu dvigatel kundalik shahar harakati va magistral yo'llarda bemalol yurish uchun yetarli quvvat beradi. Standart modelda uzluksiz variatorli uzatma mavjud bo'lib, silliq tezlanish ta'minlaydi. Shuningdek, turbo dvigatelli versiya ham taklif etiladi. U tezkorlikni oshirishni istaganlar uchun mos. Yonilg'i tejamkorligi uning eng katta ustunliklaridan biri bo'lib, magistralda 1 gallon yonilg'ida qariyb 40 mil yurishi kutilmoqda. Bundan tashqari, mild gibrid versiyasi ham ishlab chiqilgan bo'lib, elektr yordamida samaradorlikni oshiradi va ekologik ta'sirni kamaytiradi. Ichki salon esa keng va qulay bo'lib, yuqori sifatli materiallardan foydalanilgan. Old o'rindiqlar sozlanadigan va ergonomik bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Orqa o'rindiqlarda ham yo'lovchilar uchun yetarli joy mavjud. Markazda 10 dyumli sensorli ekran joylashgan bo'lib, unda Apple CarPlay va Android Auto simsiz ulanishi mavjud. Bluetooth, portlar va sifatli audio tizim haydovchi va yo'lovchilar uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi. Yuqori komplektatsiyalarda charm qoplama, isitiladigan o'rindiqlar va raqamli asboblar paneli ham mavjud. Xavfsizlik tizimlari ham kengaytirilgan. Standart versiyada avtomatik tormozlash, yo'ldan chiqishni ogohlantirish, orqa kamera va barqarorlik nazorati mavjud. Yuqori darajadagi opsiyalarda adaptiv kruz nazorati, kor-joy nazorati, orqa kesishuv ogohlantirish va 360 daraja kamera tizimi mavjud bo'lib, ular xavfsizlikni yanada mustahkamlaydi. Haydash tajribasi silliq va qulay. Rul boshqaruvi sezgir, osma tizimi esa yo'ldagi tebranishlarni yumshatib, avtomobilni barqaror qiladi. Magistralda ham, shahar ko'chalarida ham Chevrolet Cobalt o'zini yaxshi tutadi. Sportivlikni yoqtiruvchilar uchun S versiyasi taklif etilib, yanada qattiqroq osma tizimi va sportiv aksentlar qo'shilgan. Amaliylik ham unutilmagan. Yukona ixcham avtomobil uchun ancha katta hajmga ega, orqa o'rindiqlar buklanib, kattaroq buyumlar tashish imkoniyatini beradi. Kichik saqlash joylari va qo'shimcha boshliqlar kundalik foydalanishda katta qulaylik yaratadi. Ekologiyaga e'tibor ham qaratilgan. Gibrid tizim, qayta ishlangan materiallar va yengil konstruksiya uni zamonaviy talablar darajasida ekologik xavfsiz qiladi. Yonilg'i sarfini kamaytirish va chiqindilarni kamaytirish Chevroletning asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Cobalt arzon narx, yonilg'i tejamkorlik, xavfsizlik va qulaylikni birlashtirgan ixcham avtomobil. Bu model yoshlar, oilalar va ishonchli kunlik mashina izlayotganlar uchun mukammal tanlovdir. Chevrolet klassik nomni zamonga moslab qayta tiklab, yangi avlod haydovchilariga ishonchli va zamonaviy avtomobilni taqdim etdi. UzAuto Insights kanaliga obuna bo'ling va avtomobillar olamidagi eng so'nggi yangiliklar, sharhlar va kelajakdagi modellar haqida muntazam ma'lumot olib boring.